Turmushimizda bir qism odam bor, ular paranglashgan vaqtida boshqalarning hissiyotini ancha o'ylab ketmaydi. Kim bilan qanday so'rinda paranglashayotman, qanday gapni desam bo'ldi, qanday gapni desam bo'lmaydi, degan gapimni boshqalar yoqtirtamdi yo'q degandek masalalarni ancha o'ylab ketmaydi. Qiz do'stingiz bilan undadarda paranglashganda deganda gaplarni ezib-tezib ishlatib qolmang. Ular bu gapga intayin o'ch. Buningni boshqalardan texmi o'chligini keltiradigan bir gap. Bu bo'lsa-mu, Piqa yoqib biza samirib qanda qilib turma jinim. biza emas, xili samadingiz. Undadarda tinch qitim qizlar gap qilishim, rasmingiz avtib bersangiz ko'rib baqsam bo'pti ekan. Mening rasmim yo'q. Ya bo'lmasa yuyin avtiga men ovozingizni anglab baqay. Bo'lmasa shoshiping bo'lsin bo'ldi. Faqat bo'lmasa endi sizlar qizlar amroq bo'lgan yalaqa kichik mushuk, kichik toshqanlarga aylanib tilini chiqarib qipiliq tushirgan rasm bo'lsin bo'ldi. Qundoq. Amniyatda javob intayin aniq. Qiz bolaning rasmi avatkisi yo'q. Agar qiz bola sizga ko'ngil bo'lgan bo'lsa, bir emas, bir muncha rasmni avatib beradi. Uyyo, ada chashpasini o'zgartdingmi? Biza o'zgartdim. Beksatga navay, burunqis yarshatdi sana. No sé si fue por los vinos. Men ustingizni kiyim mendan ba'uqmi o'xshash. Ha, sendan ba'mki adash kiyigini olajab ko'rmabdiman. Sizga bu kiyim shon kiyimidim. Bu vaqt ko'rashmagan ikki odam ko'rashganda. Adash qanday ahvoling? Uzun bo'pti ko'rashmagili. Ha, yaxshi adash, o'zing samirib ketdingmi nima? Bu kishiga 30 yoshdan oshganda diqqat qilmaydi juma adash. Bir xizmatdosh bugantiq tijan qilgan degan. Jigarda may qaplash kesilib kiribtar bo'pti. Menimcha hozirgi jamiyatda yana o'ziga taynab jam beqish kerak. To'g'ri deysan. Bo'libmi sen va men bizdek chiroy satlar texmo o'zimizga tayansak bo'lmaydi. Endi yana gapingizga doim qo'shiq solganlar. Lekin ularga qanday mumkin emas ularning gapiga qo'shiq solish. Menimcha bu ish hamda men sanada bu ishni mundali bo'ldi qilsak bo'lmaydi. Nima bo'ldi qilsa? Ya hamda unda qanday desa qarab o'tiramsa? Ya uning oldida men to'xta men sanada bu ish uchun qarab Adash kashda nima emas? Nimasi o'xshash adash. Ibay gapni oxirida bera qara. It's hard to hear you through the awkward silence cause Anda yana u ko'rgan kinoni siz ko'rmagan bo'lsangiz. Adash sen Chunli Dyushi degan kinoni ko'rganmi? Ya, ko'rmagan. Sen ko'rmagan? Sen ko'rmagan? Sen ko'rmagan? Sen bu kinoni ko'rmay nima deyding zapaqa? Bu kinoni ko'rmasang, sen bu dunyoga nima qilib kelding? I only wanted to have fun. Onlarda o'ynab gap qilsam-mi, o'ylab gap qil deganda. Siz mijoz bilan o'ylanib gap qilish ikkisi ishga. Balki siz paranglashgan vaqtingizda ba'zi gaplarni qasddan demagan bo'g'aydingiz. Lekin sizning bu gaplaringiz boshqalarning qulog'iga mush urgandek anglishi mumkin.